Assalomu alaykum, hurmatli yoshlar. Bugun navbatdagi payshanba sizlar bilan uchrashuvdan bag'oyat xursandman. Qoraqalpog'iston Respublikasi Ellikqal'a tumanidagi joylashgan 13-maktabda rahbari, direktori Bahodir Sapayev meni do'stim. Yoshlarni tarbiya qilish, ta'lim berish sohasida jon kuydirayotgan inson. Men ham bugungi kunda ta'lim sohasidaman, faoliyat yurityapman. Yoshlarga tibbiy oliy ma'lumot berishda harakat qilyapmiz. Qachonki yoshlar bilimli bo'lsa, o'sha davlat rivojlanadi, hayoti yaxshilanadi. Shuning uchun bundan bag'oyat xursandman va do'stimni bergan taklifni bajonidib bugungi kundagi yoshlarning imkoniyatlari haqida qisqa ma'ruza qilishga qaror qildim. Bugungi kunda yoshlarning imkoniyatlari juda ham keng. Bugun biz siz bilan kelajakdagi imkoniyatlar, qanday bilim olish va qanday kasb tanlash haqida suhbatlashamiz. Chunki bizning maqsadimiz hayotiy misollar orqali amaliy maslahat berish. Prezidentimiz belgilagan yoshlar uchun yaratilgan imkoniyatlarni sizlarga ko'rsatib berish. Bilim insonni tushunarli fikrlaydigan va muvaffaqiyatli qarorlar qabul qiladigan shaxs qilib tarbiyalaydi. Bir kishi kuniga 3 soat telefonda o'yin o'ynaydi. Ikkinchi kishi esa 1 soat kitob o'qiydi. 5 yildan keyin qaysi biri kuchli bo'ladi? Javob aniq. Bilimli inson. Axborot xurujlari avj olayotgan bugungi kunda yoshlar orasida kitobxonlikni ommalashtirish muhim vazifalardan biri deb belgilagan hurmatli prezidentimiz. Siz tanlaydigan kasbingizga qarab bilim olish yo'nalishlaringiz ham belgilanadi. Erta rejalashtirish ham muhim. Chunki bugungi kunda sun'iy intellekt kabi tamoyillar, raqamlashtirish kabi tamoyillar rivojlanib ketmoqda. Ertaga ma'lum bir kasblar umuman yo'qqa chiqib ketadi. Buni bugungi kunda 4-iqtisodiy inqilob deb atashmoqda. Siz tarix o'qigan bo'lsangiz kerak, hurmatli yoshlar, birinchi iqtisodiy inqilob bu birinchi bo'lib par mashinalar yaratilganda paydo bo'lgan. Ya'ni ko'pchilik ishchilar biz ishsiz qolamiz deb hattoki o'sha uskunalarni, stanoklarni sindirganligi haqida tarixda isbotlar bor. Ikkinchi inqilob esa elektr toki paydo bo'lganda rivojlanish keskin bo'lgan. Uchinchisi esa yaqinda kompyuter yuzaga kelganda, internet yuzaga kelganda va oxirgisi bugungi iqtisodiy inqilob sun'iy intellekt paydo bo'lgandan keyin bo'lyapti. Bu nimani anglatadi? Qaysi davlat, qaysi yurt shu yangi imkoniyatlarni ega bo'lsa, rivojlantirsa, ana o'sha davlatlar keskin rivojlanadi. Bugun bizda ham shu imkoniyat bor. Chunki bugungi kunda islohotlar sababli internet tezligi juda kuchaydi. Har bir maktabda, har bir oliygohda bugungi kunda bemalol internetdan foydalanib ma'lumotlar olish, o'qish, bilim olish imkoniyatlarimiz bor. Va bunga qo'shimcha sun'iy intellekt ham qo'shildi. Sun'iy intellekt bizga oddiygina bir yordamchi sifatida qabul qilsak bo'ladi. Albatta unga qul bo'lib qolish ham kerak emas. Bilim olish kerak. Eng mustahkam poydevor qurish kerak. Poydevor qanaqa quriladi? Sizlarga ta'lim berayotgan hurmatli murabbiylar orqali va o'zingiz vaqtingizni o'tkazib kitob o'qish orqali va bunga qo'shimcha sun'iy intellektdan yordam olib ishlaringizni mukammallashtirishingiz mumkin. Kelajakda katta ehtimol bilan ba'zi kasblar yo'q bo'lib ketadi degan ehtimol mavjud. To'g'ri, bo'lishi mumkin. Chunki yillab odamlar hisoblaydigan masalalarni oddiygina sun'iy intellektga bersangiz 1 sekundda hal qilib berishi mumkin. Qarangga, oldingi davrlarda cho't ishlatilgan. Bizni yoshligimizda kalkulyator bo'lmagan. Kalkulyator chiqqanda hatto taqiqlashgan. Shunga o'rganib qoladi. Lekin bugungi kunda har birimizning qo'limizda smartfon bor. Unda kalkulyator deysizmi, bir kunda nechta yurish qadamingiz deysizmi, qon bosimingiz deysizmi, barcha imkoniyatlarni aynan shu gadjet orqali aniqlash mumkin. Lekin ko'pchilik smartfonlardan nima uchun foydalanyapti? Ertadan kechgacha ijtimoiy tarmoqlarda bo'lar bo'lmas ma'lumotlarni ko'rib, tomosha qilib o'tirish bilan umrini o'tkazyapti.
Lekin xuddi shu smartfonlarda audio kitoblar yoki bo'lmasam oddiy kitoblarni o'qish ham mumkin. Bitta kitob olish uchun oldin biz kutubxonaga borar edik. Agar o'sha kutubxonada bizga kerakli bo'lgan kitob bo'lmasa, bo'sh qaytardik, poylar edik. Qachonki shu kitob bo'shasa, shu ma'lumotni olamiz deb. Hozirchi bitta tugmani bosish bilan bemalol xohlagan kitobingizni o'qishingiz mumkin. Endi buni salbiy tomonlari ham bor. Chunki Hindistonni bir tomchi qon to'kmasdan ozodlikka chiqargan ularni bir dohiysi bo'lgan Mahatma Gandhi degan. O'sha insonni bir chiroyli gapi men har doim ta'kidlayman, qaytaraman. Oynani toza havo kelishi uchun ochsangiz, toza havo bilan birgalikda chang, tutun, g'ubor ham kiradi degan gaplari. Bu nima degani? Aynan internet ham xuddi shu kabi. Ya'ni internetni ochadigan bo'lsangiz, sizlarga bilimlar, qadriyatlar, kerakli narsalar bilan birgalikda yot ma'lumotlar, zararli ma'lumotlar ham kirib boradi. Oddiygina aytadigan bo'lsak, bu fahsh elementlari yoki bo'lmasam begona g'oyalar, zararli g'oyalar. Bunga ham ehtiyot bo'lish kerak. Albatta o'ziga xos javobgarlik ham mavjud va taqiqlar ham mavjud. Lekin buni agar bilmasdan turib yoki bilib turib kiradigan bo'lsangiz, faqat o'zingizga va o'zingizga zarar bo'ladi. Yoki bo'lmasa o'yinlar, qimor o'yinlari. Ota-onangiz peshona teri bilan yillar davomida topgan pullarni bir soatni o'zida hammasini yo'q qilishingiz mumkin. Qarzga botib qolishingiz mumkin. Qanchadan qancha yoshlar shu muammo sababli o'zining joniga qasd qilganlar haqida ma'lumotlar bor. Qamalganlar haqida ma'lumotlar bor. Shuning uchun har bir narsani mas'uliyati bo'lganidek, internetda ham katta mas'uliyati bor. Shuning uchun bu imkoniyatlarni faqat yaxshilikka, to'g'rilikka sarflasangiz maqsadga muvofiq bo'ladi. Endi hurmatli yoshlar, sun'iy intellektga qaytadigan bo'lsak, bugungi kunda kundan kunga rivojlanmoqda va kelajakda ish joylari, kasblarga katta ta'sir ko'rsatadi. Yoshlar AI dan foydalanib ma'lumot topish, tadqiqot qilish va startaplar yaratishi mumkin. Internet va telefondan to'g'ri foydalanish kerak. Maqsad bilim olish, tadqiqot va onlayn kurslar bo'lishi kerak. Ko'p vaqtini o'yin va ijtimoiy tarmoqlarda sarflashdan saqlanish kerak. Noto'g'ri foydalanishni sog'liqqa zarari ham bor. Uyqu yo'qoladi, xavfli ma'lumotlarga olib keladi. Ishonchli manbalardan foydalanish va onlayn xavfsizlik qoidalariga amal qilish maqsadga muvofiq. Bugungi kunda eng foydali bilimlar, kitoblar, fan, til, IT va kasbli bilimlar aynan internet orqali ma'lumot olish mumkin. Kelajakda tadbirkor bo'lish uchun, yangi avlod tadbirkorlari bo'lish uchun yoshlarga juda katta imkoniyatlar berilyapti. 7 yillik 15% kreditlar, har xil grantlar, konsalting xizmatlari bugungi kunda yo'lga tushgan. Shuning uchun o'z startaplaringiz bo'lsa, ya'ni sodda qilib aytadigan bo'lsak, IT sohasida, dizayn sohasida yangi g'oyalaringiz bo'lishi mumkin yoki sport sohasida buni imkoniyatlari juda ham keng. Bugungi kunda davlat tomonidan, davlatimiz rahbari tomonidan keng imkoniyatlar aynan yoshlarga yaratilyapti. Endi kitob o'qish va yangi kasblarni o'rganish tadbirkorlik kelajakdagi investitsiya desak mubolag'a bo'lmaydi. Chunki bugungi kunda sizlarda imkoniyat keng va yoshsiz, g'ayratingiz bor, vaqtingiz bor, bularni to'g'ri sarflashni ham o'rganish kerak. Oddiygina sport sohasini oladigan bo'lsak ham, sizni ham nafaqat jismoniy baquvvat qiladi, balki aqlingiz ham mukammal bo'ladi. Men o'zimning faoliyatimda sportga mutlaqo daxli yo'q odam deb aytishingiz mumkin, lekin men yoshligimda jang san'ati bilan shug'ullanganman. Buni oqibatida sog'lom turmush tarzi sababli bugungi kunda ham faoliyatimni davom ettirmoqdaman. Chunki hozir men o'zi 2-yil nafaqa yoshini umrimni kechiryapman. 2-yil nafaqa yoshidaman. Lekin tinmasdan mehnat qilaman. Albatta sportni ham bunda juda katta ahamiyati bor. Bugungi kunda o'zbek jang san'ati degan bizning milliy sportimiz bor. Bu karate, taekwondo kabi o'zbekona jang san'atidir. Bu faqatgina kurashlar emas, balki jang, mergan chavandoz degan turi bor o'zbek jang san'atini.
va assalom tong degan turi bor. Bular barchasi o'zbegona milliy sport turlari hisoblanadi va faxr bilan aytishim mumkinki, aynan o'zbek jang san'atini bugungi kunda vitse-prezidenti bo'lib faoliyat yuritmoqdaman. Hurmatli yoshlar, prezidentimizni sizlar uchun yaratayotgan imkoniyatlari juda ham keng. Yaqinda bo'lib o'tgan selektor yig'ilishida har payshanbani hokimlar, vazirlar va nufuzli insonlar, rektorlar kabi nufuzli insonlar o'z vaqtlarini erinmasdan payshanba kunlarini sizlarga sarflash uchun tavsiya berdilar. Va biz ham qo'limizdan kelgancha sizlarga vaqtimizni sarflab to'g'ri yo'lga boshlashga harakat qilyapmiz. O'zbekiston buyuk davlat bo'lish ehtimoli juda ham katta. Chunki bizni ajdodlarimiz buyuk insonlar bo'lgan. Dunyo taniydigan, jahon tan oladigan Ibn Sino, tibbiyot fanini qonunini yaratgan. Gipokrat va Ibn Sinoni butun jahon taniydi. Al-Buxoriy bizni vatandosh bo'lganlar. Al-Farg'ani, Al-Xorazmiy butun dunyo aynan bugungi sun'iy intellekt va raqamlashtirishni asosini algoritmni yaratgan, aljabr fanini yaratgan bizni ajdodlarimiz hisoblanadi. Yerimizga agar cho'p tiqsangiz hosil bera boshlaydi. 300 kun quyoshli kunlarimiz bor. Mehnatkash xalqimiz bor va sizlarda yoshlar bor. Ertaga sizlar agar yetarlicha bilim oladigan bo'lsangiz, ertaga O'zbekistonni ikki qo'llab sizlarga topshiramiz. Biz imkoniyat darajasida harakat qilyapmiz. Umrimizni bir qismi Sovet ittifoqi davrida o'tgan. Yana bir qismi mustaqil O'zbekiston davrida bo'ldi. O'ziga xos qiyinchiliklarni boshimizdan kechirdik. Lekin do'stim Bahodir ham, men ham imkon darajasida halol bo'lishga, O'zbekiston vatanimizga xizmat qilishga harakat qildik va buni davom ettiryapmiz. Ertaga esa bu harakatlar, bu mehnat va zahmatlar sizga o'tadi. Va bu mas'uliyatni davom ettirish uchun sizlar halol, vatanparvar, mehnatkash insonlar bo'lishingiz kerak. Buning uchun bilim va yaxshi kasbga ega bo'lishingiz kerak. Yaxshi kasbga ega bo'lish uchun tanlovni to'g'ri qilish kerak. Hamma ham tadbirkor bo'ladi yoki hamma ham rahbar bo'ladi deb o'ylash noto'g'ri. Lekin oddiygina bir kasbni qoyillatib, mutaxassis bo'lib, hayotni go'zal kechirish ham mumkin. Mani tadbirkor do'stlarim ko'p. Ba'zida savol berganimda hayron qolaman. O'zlari topadigan puldan ko'ra ko'proq oylik beradigan insonlar bor. Nafaqat xorijiy, O'zbekistonda faoliyat yuritadigan mehnatkash insonlar bor. Chunki ular o'zini kasbini juda ham qoyillatib bajarishadi. Yoki bo'lmasam bugungi kunda xorijga ketayotgan vatandoshlarimiz juda ham ko'p. Lekin ularning ichida zo'r mutaxassislar bor. Men o'zim tibbiyot sohasini bitirganman. 1987-yilda O'rta Osiyo meditsina pediatriya institutini muvaffaqiyat bilan bitirganman. Meni do'stlarim bugungi kunda dunyoni hamma burchaklarida ishlayapti. Men biladiganim o'zi Avstraliya, Yangi Zelandiya, Afrika, Kuveyt, Yevropa davlatlari, Germaniya, Amerika Qo'shma Shtatlari kabi davlatlarda yaxshi vrach, reanimatolog, kardiolog bo'lib muvaffaqiyat bilan o'zlarini faoliyatlarini yuritishyapti. Shuning uchun sizlarga ham tavsiya. Hozirni o'zida til o'rganing, hunar o'rganing, o'zingizni malakangizni oshiring. Ertaga sizlarga bu asqotadi. Sizdan boshqa hech kimga kerak emas. Siz olgan bilim, siz olgan ta'lim, tarbiya va til siz bilan qoladi. Umringizni oxirigacha boqadi. Men Xudoga shukr rus tilini sof gapiraman. O'zimni ona tilimni, o'zbek tilimni undan ham sof gapirishga harakat qilaman. Sezgan bo'lsangiz birorta rus so'zini qo'shmadim. Chunki men o'zimni ona tilimni sevaman. Lekin bugungi kunda hozir ingliz tilini ham o'rganishni boshladim. Ha kech, lekin hechdan ko'ra kech. Chunki men xorijiy sayohatlarimda o'zimni rafiqam bilan, do'stlarim bilan borganda bemalol gaplashyapman. Lekin uni takomillashtirish kerak.
Chunki xorijliklar bilan muloqot qilganda, har xil shartnomalar yozganda yoki bo'lmasam investitsiya jalb qilganda sof tilda gapiradigan bo'lsangiz, dunyoni hamma burchagida bemalol gaplasha olasiz. Xitoy davlatida ham ingliz tilida gaplashadiganlar ko'p ekan. Hindistonda aytarlik ikkinchi til, xuddi bizda rus tili qanaqa bo'ladigan bo'lsa, xuddi shunaqa ingliz tilini gaplashar ekan. Arab davlatlarida ingliz tilida bemalol gaplashishadi. Shuning uchun albatta aziz yoshlar, til o'rganinglar. Ruslarda bir yaxshi maqol bor. Qancha til bilsang, shuncha sen odamsan. Ya'ni bu ko'p qirralaring bo'ladi degan. Chunki Rossiyani buyuk yozuvchilari Pushkin, Lermontov yoki bo'lmasam Tolstoy kabi yozuvchilarni men o'z tilida o'qiganman. Yoki bo'lmasam oldingi davrlarda Fransiyani Duma, Gerbert Wells inglizlarni hamma kitoblarini rus va o'zbek tillarida o'qiganman. Endi esa ingliz tilida o'qish niyatim bor. Sizlarga esa yoshlar, miyangiz tez ishlaydi. Shuning uchun sizlarga hozir juda katta imkoniyat bor. Dunyoni hamma burchaklariga borib ishlash imkoniyatingiz bor. Agar til bilsangiz, zo'r mutaxassis bo'lsangiz, katta oylik olasiz, katta daromad qilasiz va halol pul topib, o'zingizni, hayotingizni yaxshi qilasiz. Agar O'zbekistonda faoliyat yuritadigan bo'lsangiz ham bu kerak bo'ladi. Ota-onangizni bag'rida zo'r kasbga ega bo'lib, halol pul topib, farovon yashash uchun faqat va faqat bilim olish kerak, ta'lim olish kerak, ma'naviyatni kengaytirish kerak, o'zbek milliy qadriyatlarimizni qadrlash kerak, o'rganish kerak va til o'rganish kerak. Bobur amaki faqat kerak deb aytibdilar deb hayron bo'lmaylar. Chunki meni hayotiy tajribam umr davomida yig'gan tajribamni orqalab ketmayman. Men sizlarga taqdim qilyapman, taklif qilyapman. Marhamat, foydalaninglar. Bizni qilgan xatolarni qilmanglar. To'g'ri yo'ldan yurib, halol yashab, baxtli yashash uchun faqat bilim olish kerak, mehnat qilish kerak va to'g'ri, halol inson bo'lish kerak. Sog' salomat bo'linglar, aziz yoshlar. Agar yana shunaqa uchrashuvlar qilish kerak bo'lsa, keyingal balkim onlayn uchrashuv ham qilarmiz. Savol va javoblar bo'ladigan bo'lsa, undan-da a'lo. Chunki biz bitta vatanda yashaymiz. Bitta vatanni farzandlarimiz. Bugungi kundagi mustaqillikni biz avaylashimiz kerak, qadrlashimiz kerak. Yosh ikkinchi darajada. Men ham O'zbekiston vatanni fuqarosiman, vatandoshiman. Sizlar ham O'zbekistonni fuqaro vatandoshlari va eng muhimi O'zbekistonni kelajagi sizlarsizlar. Sog' salomat bo'linglar. Siz bilan uchrashganimdan bag'oyat xursandman. Keyingal ko'rishguncha. Bahodir Ahmedjonovich, sizga ham salomatlik tilayman. Yoshlarga ta'lim berishda charchamang. Sog' salomat bo'ling. Ko'rishguncha.